dilginam sayron bo'lgani bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan chamanimning chiroyi gün oftobi guloyi yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan qadr topdi-ku qadrim havoga to'ldi bag'rim istiqlol bergan. Alaykum, biz 32-maktabga so'rovnoma olish uchun keldik. Biz hozir domlalardan so'rovnoma olamiz. Assalom. Ismingiz nima? Qobiljon ismim. Biz so'rovnoma olyaptik. Sizning javobingiz kerak edi. Qo'qonboy tarixini bilasizmi? Bilaman. Bizga siz gapirib bering. Qo'qonboy tarixi Qo'qonboy degan ma'noni bildiradi. Sababi Qo'qonboyda Qo'qonli boylar kelib mol boqqan. Mol boqqanda ko'k alapini yeb semirib ketgan. Shuni hisobda Qo'qonboy ekan, demak alapi o'ti bor-ku. O'sha yorug' ekan bo'lganda haligi tez semirib ketgan, Qo'qonboy bo'lgan. Tushundingizmi? Siz bizga gapirib berganingiz uchun rahmat. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi qoling. O'zingizni tanishtiring. Men Jabborova Feruza, 32-maktabning boshlang'ich sinf o'quvchisiman. Qo'qonboy tarixini bilasizmi? Ha, Qo'qonboy tarixi qadimga borib taqaladi. Qo'qonboy umumidan kelib chiqqan qadimgi tarixga ega. Rahmat. Tanishtiring. Men Tullayeva Munavvar, maktabda ingliz tili o'qituvchisiman. Bizga Qo'qonboy tarixini bilasizmi? Ha, albatta bilaman. Bizga so'zlab bering. Qo'qonboy juda qadim tarixga ega. U qadimda uni Ko'kimoy deb atashgan, chunki hamma joylari tog'lar, qirlar bilan o'ralgan va yam-yashil bo'lgani uchun va o'simliklari haligi hayvonlar uchun juda ham foydali bo'lgani uchun Ko'kimoy deyishgan. Vaqtlar o'tib odamlar uni o'zlarining tillariga moslashtirib Qo'qonboyga aylangan. Rahmat. Omon bo'ling. Xavf. Biz intervyu olyaptik. O'zingizni tanishtiring. O'zbekchami? O'zbekcha. Mana shu maktabning ingliz tili fan o'qituvchisi. Namaste qilaman. Qo'qonboy tarixini bilasizmi? Bilaman. Boy joy bo'lgan. Bu yerdagi aholi qishloq xo'jaligi va chorvachilik. Ularni mana shu chorvachilikda hayvonlarni boqishgan. Ular judayam shu hayvonlari judayam chiroyli, semiri, yaylovlarda masim qilib yurib oziqlangan. Yildan yilga mana shu Qo'qonboy deb atalgan qadimda mana shu so'zimiz yildan yilga o'tib Qo'qonboyga aylangan. Biz hozir Abinoga ketyapmiz. Biz hozir direktordan intervyu olib ketyapmiz. Bizga intervyu bera olasizmi? Qo'qonboy haqida. Qo'qonboy haqida. O'zingizni tanishtiring. Men mana shu 32-maktab direktori Ilhomjon Usmonaliyev bo'laman. Biz Qo'qonboy tarixi haqida sizdan bilgani keldik. Qo'qonboyda nechta maktab bor? Qachon narsa yaratilgan, Qo'qonboy nomi qo'yilgan? Maktabmi? Yo'q, Qo'qonboy qachon narsa qurilgan, Qo'qonboy paydo bo'lgan. Qo'qonboy tashkil bo'ldi. Yaxshi, men sizlarga hozir kitobini beraman. Shu kitobni o'qib, Qo'qonboy tarixi haqida kitob bor, sizlarga o'shani beraman. Shuni o'rganib olasizlar. Yana bir savolimiz bor. 32-maktab qachon tashkil topgan? 32-maktab 1928-yil tashkil topgan. Qo'qonboyda qanaqa binolar bor endi? Binolar
yaxshi. Mana madaniyat markazi bor, bog'cha bor, masjid bor. Mana yana bitta 53-maktab bino bo'ldi, kollej o'rnida. Rahmat intervyu berganingiz uchun. Ona qishlog'im haqida Maqsuda Shorahmatullayeva opamiz yozgan Qo'qonboy tarixi. Mana shuni o'rgansayni butun hamma shu Qo'qonboy tashkil topgani jamoa xo'jaligi, bunda birinchi reislarimiz, mana shu kolxoz bo'lgan. Rahmat. Mana shu sizlarga, Rahmat. Sog' bo'ling. O'zingiz tanishtiring. Men kimyo o'qituvchisi Turdubayev Shohsanamni, mana shu 7-sinfdagi kimyo fanlari dars beraman. Qo'qonboy tarixiga gapiravering. Qo'qonboy tarixi? Qo'qonboy deyilishiga asosiy sabab oldin Ko'kumoy deyilgan qadimda. Ko'kka boy, ya'ni hayvonlar ko'p bo'lgani uchun Ko'kumoy deb atalgan. Qo'qonboyda nechta maktab bo'lgan oldin? Qo'qonboyda o'zi Qo'qonboy tarkibiga Navbahor mehriga kiradi, Bo'ston, Xudoberdiyev ham Qo'qonboy tarkibiga kiradi. Qo'qonboy hududi juda ham katta. Unda taxminan 6-7 ta maktab mavjud. Rahmat, aman bo'ling. Bizga intervyu bera olasizmi? Barakalla, kelinglar bolalar. Qani nima qildi? Nima yangilik? Nima qiladi? Hey! Jim bo'l. Hozir meni bolalarim yangilik haqida gapiradi. Ishtasizlar, ha? Qani nima gaplar? Gapirib berchi ularga o'qishga taklif qilgan keldinglarmi? Yo'q, intervyu olgan. Kim? Mendan? Qanaqa intervyu? O'zingiz tanishtiring. Hop, men 32-maktabning fizika texnologiya o'qituvchisi Mansur Zohid Mahmudovich bo'laman. Shu maktabda 35 yildan beri o'qituvchilik qilaman. Qo'qonboy tarixini. Qo'qonboy tarix shundan iboratki, bizni ota-bobolarimiz, Qo'qonboy deb nomlashgani asosiy sabab karvonlar o'tgan mahalda bizni yo'limizdan shu karvonlar biz Qo'qonboyimizda dam olib o'tgan. Shu karvondagi hayvonlar oziqlanganda bizi o't o'lanlarimiz yuqori darajada oziqa moddaga to'yganligi uchun ko'kka boy deyilgan Qo'qonboyimizni. Qo'qonboyda nechta masjid bor? Qo'qonboyimizda asosan bitta jome masjid bor. Bu ham bo'lsa maktabimiz yonida joylashgan, markazda. Xo'sh. Nechta bog'cha bor? Bog'chamiz asosan davlat bog'chasi 2 ta, xususiy bog'chalar 3 ta. Rahmat. Yashaydi. Sog' bo'linglar. Kam bo'lmaydi. Biz mana og'zini mana bunday to'xtatib turing. Qo'qonboy tarixi haqida gapirib bera olasizmi? Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Men Nafqa Muborakman. Bizga Qo'qonboy tarixi haqida gapirib bering. Qo'qonboy tarixi hozir 400 yildan ortiq bo'lgan tarix, ha? Ilgari nima Qo'qonboy degani Ko'kumoy. Qoqali boqqan, hayvon boqqan, o't yaxshi bo'lgan, shuning uchun Qo'kumoy bo'lgan. Qo'qonboy aylanadi. Qo'qonboyga qaysi joylar kiradi? Qo'qonboy o'z ichiga oladi, o'z ichiga. Qo'qonboy hozir paytda Qozog'ovul, Yangiyo'l,
o'zimizni qishloq, Bo'ston, Rakasovskiy, Semirsepalarimiz Qo'qonboyga qaraydi. Qo'qonboy qishlog'iga ilgari. Qo'qonboyda oldin nechta maktab bo'lgan? Oldin bitta mana shu 32-maktab, ilgari 22-maktab bo'lgan, keyin 32-maktab bo'lgan. Nechta sepatu bo'lgan? Sepato bitta. Pastdagi o'sha bor-ku, Rakasovskiy sepato o'sha bo'lgan. Rahmat. Bo'p, tamom bo'ldi. Ikkinchi maktabini 1927-yilda qurilgan, ish boshlagan. Kelasi yilga 100 yilga bo'ladi maktab. Rahmat. 27-yilda 100 yilga qilamiz, xudo xohlasa. Sog' bo'ling.